sunnatlardan bir sunnati joriy bo'ladigan bir davrada turibmiz. Shu bilan bir narsani aytmoqchimizki, bu shogirdimiz, talib ilmimiz Nurbekjon Dasavvat Imom Termiziy o'rta maxsus islom ta'lim muassasasida 4 yil ta'lim oldilar va undan keyin Arab oliy madrasasida bugungi kunda tahsil olmoqdalar. Aslida ilm olish oson ish emas. Eng mashaqqatlardan biri ilm olish. Kim ilm yo'lida tutadigan bo'lsa, Alloh payg'ambar alayhissalom aytadilarki, to qaytib kelgunicha Alloh subhanahu va taolo u uchun jannat yo'lini oson qilib qo'yadi. Ulamolarimiz aytadilarki, ilm olish uchun 3 ta narsa kerak deydi. Xosai modar ko'shishi talib deb marhamat qiladilar. Birinchi o'rinda otaning moliyaviy qo'llab-quvvatlashi, onaning talib ilm uchun beriladigan shirindan shirin taomlari va oxirgisi talabaning o'zining jiddiy-jahdi bo'lishi kerak. Mana shu 3 ta amal jam bo'ladigan bo'lsa, ana shunda talaba ko'zlagan maqsad va muddaolariga yetadi. Ilm bo'la turib ham, bu dunyo uchun ham, oxirat uchun ham saodatud dorayn bo'ladigan ilmlarni o'rganish esa Alloh subhanahu va taoloning nazdida karrat ajru hasanatga ega bo'ladilar. Demak, bugun bu xonadon ahllarini muborak bir kun bilan, ya'ni yangi bir hayot yo'llariga qadam qo'yish kuni bilan tabrik aytish va ularning haqlariga yuqorida domlamiz aytganlaridek duo qilish. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam qachon bir 2 yoshni ko'rsalar haqlariga duo qilardilar. Barakallohu lakuma va baraka alaykuma va jama'a baynakuma fi khayr. Alloh subhanahu va taolo sizlarga baraka bersin va barakada jamlasin deb payg'ambar alayhissalom endi hayot yo'llariga qadam qo'ygan yosh oila uchun ikki marotaba baraka so'rab duo qiladilar. Nimaga deganda, endi hayot yo'llariga qadam qo'ygan kishi uchun avvalambor kerak bo'ladigan narsa bu baraka ekan. Ulamolarimiz aytadilarki, baraka qanday bo'ladi desa, barakali mol qanday mol beradigan bo'lsa, sohibiga manfaat keltiradigan mol, mana u barakali moldir. Va yuqorida aytganimizdek, soliha jufti halolda ham Alloh subhanahu va taolodan so'rashlik. Va bu borasida Alloh subhanahu va taolo Furqon surasida o'zini Rahmonning bandalari deb nido qilib oxirida aytadiki, biz siz bandalariga qanday Alloh subhanahu va taolodan duo qilishlikni o'rgatadi. Allah tabarak va taolo aytadiki, Robbana hab lana min azwajina va dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ey Robbimiz, bizning jufti halollarimizdan bizlarning ko'zlarimizni quvontiradigan va muttaqillarga, taqvodorlarga imom bo'ladiganlarni bizlarga bergin deb duo qilishni ham Robbimiz bizu sizga ta'limini beradi. Fasir ulamolarimiz aytadilarki, qurrata a'yun degan kalima o'zbek tiliga tarjima qilganda, agar Alloh subhanahu va taolo bir bandaga xursandchilik, shodlikni beradigan bo'lsa, uni ko'zlaridan muzdek yoshlarni oqizib qo'yar ekan. Agar bir musibat, qiyinchilik, mashaqqatni bandaga beradigan bo'lsa, uning ko'zlaridan qaynoq yoshlarni oqizib qo'yar ekan. Bundan murod Alloh subhanahu va taolodan ko'zlarimizdan muzdek yoshlarni oqitadigan va bizlarni ko'zlarimizni quvontiradigan, qaraganda xursand bo'ladigan zurriyotlarni so'rashligimizni Alloh subhanahu va taolo biz sizga ta'limini bermoqda. Demak, biz ham bu ikkala yoshga Alloh subhanahu va taolodan solih va soliha zurriyotlarni nasib bo'lmoqligini, ota-onalari, qavm qarindosh, mahalla ko'y oldida bir namunalik oila bo'ladigan, bir namunali oilalardan bo'lmoqligini Alloh taborak va taolodan so'raymiz. Bu yerda, bu davrada ustozlarimiz, madrasa mudirlari, shu bilan birgalikda qondomlalarimiz hozir bo'lganlar, so'z navbatini inshaalloh ularga beramiz. Yana o'zlarining dil izhorlari bo'lsa, birin-ketin izhor qiladilar.